Konnichiwa. Apam manga bir yangi so'zni o'yg'izib qo'ydi. Bu yaponcha yaxshimisilar degan gapga. Yaponiyadagi do'stlar, sizlar yaxshimi? Men Ayposh Jirahlardan sizlarga salom beryapman. Men bugun sizlarga nima to'g'riliq so'zlab bersam bo'lar? Topdim. Bu yillik tug'ilgan kunimni eslab beray. 5 yaşga kirgan bu yillik tug'ilgan kunim alayda o'tdi. Korona degan bu virus boğaşqa. Biz tug'ilgan kunimni o'zikilar bilan oddiy xotirladik. Apam dadamning tug'ilgan kunlik güzel tilakları ve dostlarımның telefondagi tabrik so'zlarini anglab bak xush bo'ldim. Apam menga o'xshatib, men eng yaxshi ko'rib yeydigan lag'man etib berdi. Tug'ilgan kunim oddiyroq o'tgani bilan isi suratlardan yanada quruq qolmadim. Hadam menga rasmli kitob ilib berdi. Dadam bir velosiped ilib berdi. U bek chiroyli ekan. Apam bir oylik ilib berdi. Donshum tug'ilgan kunimni tabriklab naqsha etib berdi. Biz men eng yaxshi ko'radigan marjinal tort yedik. Apam, "Balam, bu yil tug'ilgan kuningiz bakla oddiy o'tib qoldi. Do'stlaringizmi taklif qilarmidik?" dedi. Men unga "Hechdan bo'lmaydi, apam. Sizlarmi mening eng yaqin do'stlarimgu? Men sizlar bilan birga bo'lganimdan bak xushal" dedim. Apam mamnunlik bilan menga qarab kuldi. Tugli do'stlar, kanalimga obuna bo'lishni unutmanglar.